Ko'rsatib o'tamiz, Shopir akalarga foydali bo'ladi. Chunki yo'llarda qolganda, zavod bo'lish qiyin bo'lib qolganda, chek yonib qolganda nima qilish kerakligini Xudo xolasa o'rganib olishadi. Akalar, xayrli kun. Yer-olti dafimiz chek yonib yotibdi, zavod bo'lish qiyin bo'lib qolgan. Ko'rib turganinglardek, обратный klapimiz davlina qo'yib yuboryapti, malay оборотda. O'sha hisobga yaxshi ishlamayapti, chek yonyapti, zavod bo'lish qiyin. Hozir biz buni yangi обратный klapini qo'yishni ko'rsatib o'tamiz. Shopir akalarga foydali bo'ladi. Chunki yo'llarda qolganda, zavod bo'lish qiyin bo'lib qolganda, chek yonib qolganda nima qilish kerakligini Xudo xolasa o'rganib olishadi. 30 kulish bilan обратный klapini yechib olamiz. Mana eski обратный klapan holati. Endi esa biz bunga yangi original Delphi обратный klaplarni bosib beramiz. Joyiga qotirilganda sani yetil kirmasligi uchun smazka qo'yamiz. Qotirganimizdan so'ng shtekir qilib qo'yamiz joyiga. Agar qotirganimizdan keyin bu shtekir kiradigan joyi motor tarafga, pastga yoki qanaqadir noqulay joyga to'g'ri kelib qolsa, buni sekin aylantirsa aylanadigan narsa. Mana. Endi esa обратный klap almashtirgandan keyin qanaqa ko'rsatish kerakligini ko'rsatib o'tamiz. Bundan ham qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska tashlab do'stlarga yuborib qo'yamiz.